qizlar yozadi. Men o'rtog'im yo'q, nimadan gap boshlashni bilmayman. Bor, gaplash. Mana sen menga juda ham yoqding. Men sen bilan o'rtoq bo'lmoqchiman. Nima bilan shug'ullanasan? Oddiy gaplardan gaplashsa bo'ladi. Oddiy gap bilan odamni mehrini olsa bo'ladi. Bir-biriga kelish uchun, bir-birini tushunish uchun odam gaplashish kerak. Albatta gaplashmasa bo'lmaydi. Shuning uchun men aytamanki, har bitta yoshlarga, atrofingizga qaranglar, kim bilan do'st bo'lasizlar? U odam kim? U odam bilan sizlar majburlikdan do'st bo'lasizlarmi? Yo, u odam bilan sizlar rahmingizga kelayotganidan do'st bo'lasizlarmi? Nimadan do'st bo'lasizlar? Agar rahmdillikdan do'st bo'layotgan bo'lsanglar, bu do'stlik yaxshilik bilan tugamaydi. Majburlikdan do'st bo'lasizlar, bu ham yaxshilik bilan tugamaydi. Odam mazza qilib do'st bo'lishi kerak. O'sha odamdan qanaqadir bilim olish kerak. U odam bilan birga rivojlanish kerak. U odamlar bir-birini tortib yurish kerak. Sen bugun nima qilding? Qani yur, mana bu yoqqa boraylik. Mana bu yerda mana shu yengilliklar bor ekan. Biz sen bilan mana shuni o'rganamiz dedi. Yengillikni biz odamlarga tatbiq qilamiz, ko'rsatamiz, deydigan bo'lish kerak. Odam o'zini rivojlantirish kerak. Boshqa ilojisi yo'q.